Assalomu alaykum. Barcha Sinovli olam kanali muxlislariga, obunachilariga, do'stlarimizga, aka-uka, opa singillarimizga biz Issiqko'lni Bastiri degan shaharchasidan, sentralniy plyajdan yana reportajlar qilyapmiz. Birodalar, ko'rib turganingizdek, Issiqko'l atrofida bunaqangi sentralniy plyajlar juda ko'p. Sentralniy priz bu yerda Prichaldamiz. Mana bu yerda mana yozgi sezonga tayyorgarliklari ko'rilmoqda. Hamma narsa tayyor. Mana bunday attraksionlar barchasi sizni xizmatingizda bo'ladi albatta. Qiziqqanlar, dam oluvchilar albatta kelib, bola chaqasi bilan, aka ukasi, do'sti, birodarlari bilan kelib mazza qilib dam olib ketsa bo'ladi. Plyaj juda zo'r, go'zal, ajoyib. Bunday attraksionlar, mana bunday charxpalaklar, bolalar uchun attraksionlar o'sha yerlarda. Xudo xolasa sezonga tayyorgarlik ko'rishyapti. Mana yerda oldi sotdi, nimalari, mehmonxonalar, hammasi bor. Bu yerda tabiat o'ta go'zal, havo o'ta toza, tog'lar, suv, atrof to'la tog'. Mana shunday go'zal joylarga kelib oilaviy maza qilib dam olib ketsangiz bo'ladi. Bu manzil Qirg'iziston Respublikasi Issiqko'l oblasini Bastiri degan shaharchasi, rayonchasi. Mana shunday bir go'zal nimaga, plyajga ega, go'zal tabiatga ega mazza qilib kesalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa sezon iyun oyida boshlanadi. Biz lekin kecha cho'mildik. Havo hozirgi kunda 17-18 gradus atrofida. Yana bir oylardan keyin iyun oylarida xudo xolasa havo o'ta issiq bo'ladi. Suvlarda mazza qilib, cho'milib, qumlarga belanib, mazza qilib nima qilsangiz bo'ladi. Mana bu birodarimiz TikToker deymizmi, bloger deymizmi, o'zini saytiga o'zi video yuklayapti. Mana shunday juda go'zal bo'lyapti. Tashqaridan nima deydi? Go'zallik. Mana shunday bo'lar. Atrof juda go'zal. Mana juda katta charxpalak bor shu plyaj bo'yida. Har xil akvaparklar bor. Mana bunday vodopad deydimi, nima deydi buni? Kafe, restoranlar hammasi bor. Mazza qilib kelib dam olib shu yerda rohatlanib, ozgina bir ishdan vaqt ajratib mazza qilib ketsangiz bo'ladigan joylar. Juda zo'r bo'ladi. Xudo xolasa yana bir oy sezon tayyor, joy bor. Dam olishga joy qidirayotganlar uchun mana shu joyni taklif qilgan bo'lar edim. Tabiatni ko'ryapsiz. Hammasi tabiiy, hech narsa o'zgartirilmagan. Hatto bir yog'och yo daraxtni boshqa joyga ekilmagan. O'shanga moslab refleks qilib kottejlar, mehmonxonalar, villalar, 2 kishilik deysizmi, 4 kishilik deysizmi, hamma narsa bor. Sport bilan shug'ullanadiganlarga voleybol plashadkalari bor, begovoy doroshkalar bor. Mana hozir ketayotgan begovoy doroshka attraksion atrofida, park atrofida shu burchakka bosilgan. Unda u yog'i asfalt, bu yog'i ham mana ko'rib turganingizdek asfalt. Mana shunday keling, maza qiling, oilaviy dam olib ketsangiz bo'ladi yoki do'stlaringiz bilan.